325 minglik bo'lyapti. Hammasi bittasi bo'laveradi. Ha, oxirida bittasi siplab beraman aka. Qo'y steklarimiz. Mana aka qo'y stek. Nihoyatda zo'r oldi aka, sochniy bu. Shunday olib cho'qib qo'ysalar bo'ldi o'zi pishadi aka. Yoqsiz oldi aka bularimiz. Talablarga binoan deydi. Aka bunimiz 330 ming so'm bo'lyapti. 1 kilo 935 gram bo'ldi aka. Endi mol stegimiz a bizga. Mana aka bular ham bemalol turibdi deydi. Yo'q, hammasi yoqsiz o'zi aka. Qaysi tomonga chiqib ketyapsizlar endi? Chadak. Chadak. O'z shay ham chadak bo'lib ketdi-ku aka. Yuqori yilda qo'yiladi. Na. 2 kilo 900 bo'lyapti. Yana bir hafta so'q qo'yaymi? 2 kilo 9, 4 kilo 900 bo'lyapti. 4 kilo 800 bo'ladi mana aka. Bo'ladimi? Nech pul bo'lyapti? 435 ming bo'lyapti bunimiz. 435. Jami 1 million 90 ming bo'lyapti aka. Aka 1 million 80 ming beraman, 10 ming nimasi aka? Rozi bo'lasan? Ha, men roziman aka. Mana aka. Kelibsizlar, salomat bo'linglar aka. Kelib turinglar.